Keling, bugun bitta lampani bitta joydan yoqib o'chirishdan charchagan bo'lsangiz, ikkita joydan yoqib o'chirishni o'rgatib qo'yaman. Birinchi bo'lib menga obuna bo'lib qo'ying va videoga bitta like bosib qo'ying. Diqqat bilan qaraymiz. Chap tarafda pitaniya, o'ng tarafda lampa. Pitaniyadan kelayotgan qizil kabelga lampadan kelayotgan bitta simni ulab qo'yamiz. Ikkinchi proxodnoy выключательdan chiqqan qizil kabelni lampadan chiqqan bitta qizil kabelga ulab qo'yamiz. Nol odatdagidek to'g'ridan-to'g'ri lampaga o'tib ketadi. U tepadagi yashil bu zazimlini. Proxodnoy выключательni endi bir-biriga ulab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun esa mana shunday sxema chizib olamiz, sizga tushunarli bo'lishi uchun. Pitaniya orqali birinchi proxodnoy выключательimizga elektr energiyasi kirib keladi. Undan mana shu ikkita sim orqali o'tadi. U ikkinchi proxodnoyga boradi. Ikkinchi proxodnoy esa olib buni lampaga berish kerak bo'ladi. Elektrik kasbini sodda va oson va tekinga o'rganishni istasanglar bizga obuna bo'lib qo'ying hamda Abu Ustoz ilovasini yuklab oling.